Tashqarida Breezy Create Tracker kimniki? Meniki aka. Olib turing, shunda chiqib keting. Bo'ldi, hozir ovoraman. Hozir 5-10 minutga kelib qolsa kerak avtobusimiz. Umrim avtobus kutib o'tib ketar ekanda. Qachondan odamga o'xshab yashaymiz a? Yaxshi niyat qilsang-chi. Xudo xolisa zo'r mashinalar olamiz. O'zim haydashni o'rgataman nasib. Ha? Xom hayol qilib yurishingizda ikki dunyoda ham ola olmaysiz. Allohga oson ekan-a, dadasi. Hamma o'ylagan niyatlarimizga birin-ketin erishibmiz. Yetkazganiga shukr. Ha, aytmoqchi. Usanga ana yoqtirgan sumkani olasan. Kerak emas, ko'ylakga bergan pulingiz bor-ku, o'shandan orttirganim bor. Ko'chadan supurib o'tganingiz yo'q-ku. Tejam ishlasam nimasi yomon? Rahmat senga. Sal arzonrog'idan olib turmabsan-da. Bu pulni keyingi oygacha bitkazishimiz kerak edi. Onangizga o'xshab arzon bir tinga qimmat narsa olishim kerakmidi? Ana, sarpamga qilgan materiallar hammasi yotibdi chirib. San guylayotganda kambag'alligimni yashiruvmidim? Hammasini bilib tekkansan o'zing. Adashgan ekanman. Bunaqa noshud, bunaqa lattaligingizni bilganimda tegmasdi. O'sir! Yo'qol. Yo'qol! Haydamasangiz ham ketam. Sizga o'xshagan odam bilan bechara bo'lib yashaganimdan ko'ra ketganim yaxshi. Nimaga bezovtasiz, dadasi? Ha, yo'q, yaxshiman. Birinchi turmush o'rtog'ingizni ko'rganingizga. Biluvdingmi? Hech narsani o'ylamang. Nima bo'lgan taqdirda ham men sizga ishonaman. Siz dunyodagi eng yaxshi ideal insonsiz. Qoringa shukur.